Assalomu alaykum. Mening ismim Achilov Azlarxon. Men Toshkent Management iqtisodiyot institutida ta'lim faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'iman. Talabani o'qishdagi jarayonlarini, bu darsdagi uni o'qituvchilar bilan muloqot masalalarida, universitet rahbariyati bilan muloqot masalalarida biz o'rtaga tushib bu masalada ishlaymiz. Bu degani birinchi o'rinda talaba yecha olmayotgan masalalar bo'lsa, bizga murojaat qiladi. Mening bo'limimda 8 ta odamdan iborat bo'lgan bo'lim, bularni koordinator deb nomlaymiz. Nega? Chunki u talabani institutimizdagi boshqa tizimlar bilan aloqadorligini ushlab beradi. Birinchi o'rinda ofis registr bo'limi. Bu nima degani? Hamma oliy ta'lim o'quv yurtlari Xemis bo'limi orqali ishlaydi va ofis registr shu Xemis bo'limiga javob beradi. Shuning uchun Xemisda qaysidir bir muammolar chiqadigan bo'lsa, koordinatorlarga bemalol murojaat qilish mumkin va koordinatorlari bu masalada unga yordam berib, ko'nikma berishadi. Bu masaladan tashqari biz nafaqat talabani o'quv jarayonlarida, qaysidir talabaning bir muammolari bo'lsa ham, talabaning ichki qaysidir ayta olmaydigan masalalar bo'lsa ham, bemalol menga yoki koordinatorlarga aytish mumkin va biz shu masalada talabani birinchi o'rinda eshitib va unga to'g'ri maslahat berishga harakat qilamiz. Undan tashqari hozirgi paytda biz bilamiz, o'quv jarayonida juda ko'p talabalar uchun tushunarsiz bo'lgan masalalar bor, chunki maktab tizimidan kelgan talaba ko'pincha o'sha maktab tizimidagi masalalarni eslab o'tadi. Lekin universitet, institut tizimida bu yo'nalishlar har doim ham to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun biz shu talabani sodda deb aytganda enegali sifatida olib, uni har masalasida yordam berib, to'g'ri maslahat berib va unga o'rgatishga harakat qilamiz. Mening ishim nimadan iborat? Birinchi o'rinda biz o'quv jarayonida darslarni tekshirish, o'qituvchilarning shu darslarda qatnashayotganligini tekshirish, qanchalik darslarni sifatli o'tayotganligini tekshirish. Talaba shu darslar bilan ko'nikyaptimi, ko'nikmayaptimi? Undan tashqari har xil vaziyat bor. Talabalar ruxsat olishi kerak, talabaning o'zini ishi bor, hayoti bor. Shu masalada biz shu masalani o'rganib, talabaga ruxsat berishi va ruxsat bermasligini ko'rib chiqamiz. Darsga chiqmadi degan masalada, shu masalada ham ta'lim faoliyati muvofiqlashtirish boshqarmasiman javobgar hisoblanaman va talabaning muammolarini eshitib, unga qachon nima sabab ruxsat berish yoki olib kelgan hujjatlarni ko'rib chiqishda mas'uliyatim bor. Talabani shu institutdagi hayoti iloji boricha unumli, sifatli va chiroyli o'tishiga biz harakat qilamiz. Va bizning institutimiz shiori shundan iboratki, biz talaba uchun mas'ulmiz va talaba uchun xizmat qilishga tayyormiz har masalada.